Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Endi bugungi mazmunimiz balalarning maktab natijasi va o'qishiga ota-onaning ko'rsatadigan ta'siri haqida bo'ldi. Endi biz maktabda bolalarimizni qo'yayotgandan keyin birisi maktabga ishimiz, o'qituvchilar ishimiz, undan keyin uydagi xotin buni bilan qilyapti deb o'ylaymiz. Halbuki bu bence ta'kidladim. Umumiy bir ma'rif qurilishinin bir qancha aktörlerining biri. Ammo dada bu yerda favqulodda halqiliq o'rinda. Bu sohada olib berilgan nurg'un tadqiqotlar bolaning o'qishiga dadaning aralashishi bilan onaning aralashishini selishtirgan. Hozir nurg'un tadqiqot natijalari dadasi o'qishiga aralashgan bola bilan ota-onasi aralashmagan yoki aralashsa faqat onasila aralashib, dadasi bu jarayonga qatnashmagan bolalarning o'qish natijasining farqli bo'lganligini o'tirib qo'yadi. Bu vaqtlik Angliyaning Leeds universitetining bir tadqiqoti var ki, onun aytib uchuq o'tirib qo'yapti. Dadasi bolalarning o'qishiga aralashgan bolalarning maktab natijasi boshlang'ich maktabdala sinfidagi nurg'un bolalarning o'tirish natijasini yuqori bo'lganligini ko'rsatdi. Endi bu tadqiqotning jarayoni var, o jarayonni men so'zlashimning hojati yo'q. Endi biz o'ylab qilishimiz mumkin, buni anlagandan keyin endi bu bizning sirtli ishimiz var, iqtisodiy ishlarimiz var, tijoratimiz var, biz erli-bekroq sirtda aldirashamiz. Endi qaysi vaqtda qilamiz deb o'ylaymiz. Ama bu hergiz bir dadaga nisbatan siz boshqa ishingizni tashlab butunlay etigandan kechgacha bolangizning o'qishi bilan bulang degan gap emas. Albatta biz aşunda kasbiy holda balasining o'qishiga aralashgan va buni tutgan ota-onalarning bolalarini Turkiyada ko'rdik mesela. Mesela bu yil Qaysariydan oliy maktabga imtihon bergan bir oilaning ikki bolasi birisi hatta Turkiyaning oldingi nechinchisi 30-nechinchisi bo'ldi. Bu 3 million odamning ichidagi bu favqulodda natija. Yana bir bolasi 1400-nechinchi shundaroq. Del aşı dada bütün işlerini taşlap qo'yib turib, bolalarning ma'rifi bilan shug'ullangan. Onun başqa misollarmi bor? Albatta hammalarning unda qilishga mayli iqtidori, mayli va boshqa narsa yetishmasligi mumkin. Ammo biz nima ish qila olamiz? Bolalarimiz uchun dadalar. O'sha tuvandagi bir qancha ish qila olamiz. Va mutaxassislar bergan taklifdan birisi shu. Birisi bolalarga kitob o'qib berish. O taki 3-4 yosh vaqtidan boshlab bütün başlangıç vaxtida vaqti yetsin bir dada anasını taşlap koymasdan uxlashdan buraya büke bo'lgan vaqti kunda 5 minut 10 minut etrafida kitap o'qib berish bolalarga nihoyatda foydali. Biz keyin shu o'qish, kitap o'qish va o'qishning muhimligi haqida yana to'xtalamiz. Chunki Uyg'urlar mening qarashimcha kitap o'qishning bir odamning o'sib yetilishi, taraqqiyoti uchun naqadar muhim ekanligini fakat tunup yetmeklik deb qarayman. Fakat tunup yetmeklik deb qarayman. Şu kitap o'qish degan vaqtda bolalar hatta ba'zilar cho'chak o'qitish bu narsalarni to'g'ri deb qaramaydi. Bunday narsa o'qimasam bo'ldi deb o'ylaydi. Ammo unday emas. Unday emas. Ikkinchisi vaqt yetgan miqdor ichida bolalar bilan o'yin o'ynash. Bolalar bilan o'yin o'ynash. Birga o'ynashib berish. Birga o'ynashib berish mumkin qadar bolada kelgüsüde eslaydigan köprek dadası bilen birga bo'lgan eslemelerini qoldirishga tirishish. Bir bola hatta kelgüsüde bunda tasavvur qilsa sal yo'ldan chiqib ketib qoldi, sal bangvash bo'lib qoldi, gap anglamas bo'lib qoldi degan vaqtimizda agar ashu bolaning bolaligida onasi va dadasi bilan o'tkazgan nihoyat go'zal eslamasi jiq bo'lsa, u bolalarning oilaga qaytib kelishi va to'g'ri yo'lga qaytishi, tuzilish nisbati nihoyat yuqori bo'ldi. Çünkü o sırtta ahirki hesapta uyak bu yakta kıkılıp sokulub yürüp yanına özgü nispeten en güzel urunun ailesi ikenlikini his kıldı. Onun his kılışının şerti şu. Şu çağılda dadası bilen birlikte oynayan, birlikte bir işini kılgan şu eslemeleri, anası bilen kılgan eslemeleri balını yığladı. Tamamen şunda bir güzel bir muhitini taşlap koyup ben nemişini kıldım neticini yakıya deyip tevbe kılıp kaydıp geleceğe bir asas oldu. Şunlaşka balalarga güzel esleme kaldırış dadının ait muhim bir vazifesi. Yani bu şu vakitning o'zida bunun rolü yo'qolmaydi demekçi.
Şu vaqtning o'zida o'ynab qo'ydim, endi bu ish tugidi olmaydi. Biz o'zimizning bolaligini eslab boqali, o'zimizning bolaligini eslab boqali, dadamiz bilan qilishgan nurg'un ishlarimiz, agar u eslamangiz qancha jiq bo'lsa, shuncha hozirmi bir xil xushallik qoplaydi qalbimizni. Agar unda eslimisi faqat yo'q bolalarning bolaligini to'shqizash uchun boshqa nurg'un emgaklarni qilish to'g'ri keldi. Uchinchisi hamda bolalar bilan birga ish qilish. U uyda qilib ish qilish bo'lishi mumkin. Balki uyning tozaligini qilish berish va undan boshqa hatto do'konda ba'zi ishlarni birga qilish. Yana bir bola dadi bilan birga ish qilish davomida nurg'un narsalarni o'rganadi. Nurg'un narsalarni o'rganadi, nurg'un narsalarni his qiladi. Masalan bir emgak qilish davomida deydi. Hech bo'lmasa bir pul tepishning uyga bir non ekilishning da oson emgak emasligini bir bolaning bilishi bu favqulodda muhim bir dars. U faqat dadining vositasi orqali amalga oshadi. Agar bu his qildirilmagan bir bola, biz hozir qo'shaymiz ya, bolalarimizdagi isrofxo'rlab ketdi, go'shtni pokiz yemaydi, tomoqning yo'qligini qoldirib qo'ydi. Biz kichik vaqtimizda eslab boqaylik. Bizning ota-onalarimiz biz shunday bir madaniyat uchun bo'ldik. Yerga tushib ketgan bir tomoqni Payg'ambar alayhisolamning hadisini men chi bunday o'ylab boqibsam, yer sharida mush hadisni shu Uyg'ur ijroqidek deb o'ylayman ba'zida. Ya'ni agar sizlar bir tomoqlardan bir loqma pastga tushib ketsa, faltaqit ya'ni elib uni pokizlab yevitinglar degan hadis bor. Ammo biz anglasak ham, Saudiyaga borsak, go'shtni pokiz yemaydiganligini, silkiydiganligini anglagandik. Turkiyaga kelgandan keyin do'stxonlarda bir tomoqni shartni yig'ib tashlab etishning xuddi bir qog'ozga bir axlatni tashlab etgandek muomala qildiganligini ko'rdik hamda. Demak, ashu bolalar, ya'ni bizlarga bir tomchi yog', bir tal guruch, bir loqma non pastga tushib ketsa ustidan atlamaydigan, elib igizga kelib qo'ydigan bir odamlar. Bu dal bizning ota-onalarimizning bizga singdirgan ashu madaniyatidan kelgan. Voy bolam bunda qilmaymiz deydigan. Ashumu bolalarga bir emgakning qimmatini his qildirishda bek muhim ahamiyatga ega. Ota-onasining emgakini ko'rmagan bolalar emgak qilishni xohlamaydiganlar bo'lib qolmasdan boshqalarning emgakini qadrlashni o'qmaydi. Masalan, bolalarning bunda bir oddiy bir tajribani qilib boqinglar uyda. Ko'pincha vaqtida uyda tozlikni onasi qildi-ku hamda. Ammo onasi tozlik qildi, darhol bolalar axlat qildi. Tozlik qildi, darhol bolalar qalaymagan qildi. Uyni ratlaydi, darhol qalaymagan bo'ldi. Shular onalar qat ochiq keldi, chechiladi. Ashu tozlikqa, ashu ratlashga bolalarni birga qilg'izinglar. Agar inisi axlat qilsa yoki qalaymagan qilsa, tozalik qilgan bola berib, to'saydi. Nima ish qilding biz? Hozir tozalagan, hozir ratlagan tursak, nima ishqa? Bunu buzib etsa deb. Chunki u o'zining emgikining oyadi depsanda qilinganini rozi emas u. Uni achchig'i keldi. Ashuni tetigan vaqtda onam dadamning emgikini, ya'ni boshqalarning emgikini asli qimmati bor ekan bu degan bir tuyg'uga keladi. Buni his qilish va his qildirish ota-ona uchun intayin muhim. Shu gapimni oxirida xulosalay. Bolalarimizning maktab natijasi uchun onalarning aralashishini aytib muhim. Bu deganlik shu xato tushunilmasin yana. Ya ona aralashsa bo'lmaydi ekan, dada aralashish kerak ekan emas. Analarga tashlab qo'ygandan dadalarmi bu jarayonda rol elishi, aktivroq bo'lishi, bolalarning topshiriqini surishtirishda, ma kitobni o'qib boq deyishda yoki o'zi kitobni o'qib berish degandek, ma jarayonga qatnashishi bolalarning maktabdagi akademik natijasini yuqori ko'taradigan muhim bir omil. Uning uchun dadalar qila oladigan eng aqalli bir qancha ish. Birisi bolalarga kitob o'qib berish, birga o'ynashib berish va birga ish qilish. Buning foydalari sanab tugatgili bo'lmaydigan darajada ko'p. Eng aqallisi ham da oxirida bir shuni qistirray. Bolalarni tushunishda, bolalar bilan birga o'ynash, birga ish qilish va kitob o'qib berishning favqulodda muhim bo'ladi. Keyin biz bolalarimizni qanday tushunamiz deb dars so'zlaymiz. Chunki biz bolamizni tushunish uchun uning bilan bir faoliyatda birga bo'lgan vaqtda anadan keyin bolamizning shu faoliyatdagi konkret ifodalariga asosan, so'z jumlalariga asosan, uning hayojonini ifodalagan, masalan, qo'rqinichi deydi eng aqallisi. Yoki bir hikoyamiz o'qib bergan vaqtda bolaning bizga qaytirgan imkosi qatorliqlardan biz bolalarimizning aqli o'shining qayerga kelganligini,
his tuyg'usini qanday ifodalaydiganligini mushu ip uchi orqali to'g'ri analiz qila olamiz va tushuna olamiz. Balalarımız qaratilgan terbiye eğer bu to'g'ri tushunchaga ustiga qurilmasa, biz yana bu işte tezla mag'lub bo'lamiz. Chunki terbiye obyekti bo'lgan balalarni to'g'ri tushunmasdan ularga to'g'ri metod bilan terbiye olib berish bir xam xiyol. Shu buning foydalari intayin ko'p. Eng muhimi rost, xulosamizning muhimi. Bu farzand tarbiyasi degan bu ishni nuqul bir ma'arif harakati, balalarimizni yaxshi odam qilish, eskidan bo'lib qolmaslik uchun kuch chiqarish emasligini, uningdilla tarkib topmayotganligini, o bizning bir jihodimiz ekanligini tunib yetish, menimcha fikriy va ideviy jihatdan bu eng muhim bir ish deb o'ylayman. Allohim Allohdan rozi bo'lsin. Bugungi so'zimiz shunchalik.